Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga MG brendining eng ommabop sedanlaridan biri MG5 Restyling haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Yangi ko'rinish, zamonaviy salon va texnik xususiyatlar shu barchasi bu modelda mujassam. MG5 Restyling old qismi yangilangan, keng radiator panjarasi va LED farasi hamda sport dizayniga ega kapot qismi bilan ajralib turadi. MG5 yon ko'rinishi ko'chada darrov ko'zga tashlanadi. Mashinamiz 16 dyumli qum-qosolus bilan jihozlangan va qulayligi uchun 360 kamerasi hamda beskulchavoy dostublari bor. Eng muhimi, zangga qarshi atsinkovka qilingan. Orqa dizayn ham juda chiroyli. Liftbek kuzov, LED farlar. Bu mashina orqa tomondan qaraganda ham zamonaviy va sportivniy ko'rinish beradi. Bagaj qismi keng ochiladi. Joy esa yetarli. Salon ichi keng, sportivniy salon. 13 dyumli sensorli monitor va tablo elektronik bo'ladi. Mashinamizning asosiy qismi yumshoq plastik va koja bilan jihozlangan. Oddiy misol, eshik obshivkalari yumshoq kojaning, torpedkalar esa yumshoq plastik bilan jihozlangan. Va qulayligidan gapiradigan bo'lsak, boya aytganimizdek 360 kamerasi ham bor. Orqa fon va oldi va ikki yonni ham albatta olib beradi. Yana qo'shimchasiga avto hold va elektronik ruchniklari bor. Va eng asosiysi, katta bolalarning jentrasinikidan kattagina luki ham bor. Orqa o'rindiqlari ham keng. Bu mashina nafaqat haydovchi, balki butun oila uchun ham juda qulay. MG5 Restyling 1.5 atmosferli motor bo'lib, 129 ot kuchiga ega va CVT avtomat transmissiya bilan jihozlangan. Yoqilg'i sarfi esa shunga yarasha shahar ichiga 6-6,5 litrni tashkil qiladi. MG5 Restyling bu zamonaviy, ishonchli va qulay sedan izlayotganlar uchun ideal tanlov. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.